bu galgi mehmonimiz o'zimiz hurmat qilgan restorator Abdurashid aka Eminov bo'ldilar. Nyu-Yorkda restoranlarimiz ochildi. Odamlar ko'rib, brendni ko'rib, narxiga ham qaramayapti. Unga ketsangiz bu premialniy produkt. Moliyaviy erkinlik restoranga kirganda taomni narxiga qarab emas, nomiga qarab tanlagan kundan boshlanadi dedi. Restoranlarga borsam, endi yomonlashmas. Oldingi paytda bundoq yesangiz, ana go'sht qanaqadir taom yegandek bo'lasiz-da, go'sht emas. Medium yoki medium well qilib yesangiz, go'shtim pishmabdi deb qaytaradigan holatlar bo'ladi. Ya'ni chiqib ket. Biz Bahriddin akam bilan ham Moskvada juda bitta ajoyib proyekt qildik. Nomi Bazarnet Baydoniy bo'ldi. Biz franchiza olganmiz, Black Star Burger franchizasini. Amerikada restoran ochilishdan oldin men vizamni olib qo'yishdi. Restoran egalarini qo'rqinchli tushlaridan biri bu restorandagi o'g'irlik mavzusi. Sizlarning orangizda, ya'ni O'zbekiston restoran egalarida yoki restoratorlar orasida ittifoqlik, ahillik yo'q ekan. Muvaffaqiyatning siri nimada desa, muvaffaqiyatning hech qanaqa siri yo'q. Faqat ish yerida ishlash kerak dedi. Kamida 1 million, 1,5 million ketadi-da bir tochkani ochish uchun.